Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlarimiz. Favvora oilaviy restoranining YouTube sahifasiga xush kelibsiz. Barchangizga kirib kelgan Ramazon hayiti bilan qalbimizdan samimiy muboraklik etamiz. Albatta, har yakshanba kunlarda siz uchun qiziqarli bo'lgan retseptlarni bo'lishib bormoqdamiz. Albatta, bugun ham sizga Favvora oilaviy restoranining videosida o'rin olgan Favvora pizzaning tayyorlanish jarayonlarini taqdim qilmoqchimiz. Albatta, retsept siz uchun qiziq bo'lsa, videoni diqqat bilan tomosha qiling va o'rganib oling. Assalomu alaykum hurmatli obunachilarimiz, barchangizni kirib kelgan Ramazon hayiti bilan qalbimizdan tabriklaymiz. Albatta, bugun ham sizga yakshanba kuni eng mazali bo'lgan taomlarimizning retseptlarini bo'lishmoqchimiz. Albatta, bu borada bizga Favvora oilaviy restorani oshpazlaridan Mekan ustamiz yordam beradilar. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Charchamasdan? Hayit ayyom muborak bo'lsin deymiz. Rahmat kattakon. Xo'sh, Mekan aka, bugun endi bizni tomosha qilayotgan obunachilarimizga qanday retsept bo'lishmoqchisiz? Bugun o'shanizga Ramazon dasturxoni uchun pida tayyorlashlarini ko'rsatib bermoqchiman. Xo'p. Sizga uchun kerak bo'lgan sir, arix, pistachka, qaymoq, asal keladi. Xo'p, xamirini tayyorlash uchun bizga nimalar kerak bo'ladi? Dastlab menimcha xamir tayyorlab olamiz. Albatta, xamir tayyorlaymiz. Xamirga bizga shakar, tuz, droja, tuxum, sut kerak bo'ladi sizga. Xo'p. Ishni nima boshlaymiz endi? Ishni xamir qilishdan boshlaymiz. Xo'p, men ham sizga yordam bersam maylimi? Mayli. Xo'p. Demak, 1 stakan sutga 1 stakan suv qo'shamiz. Biz hozir tuxum chaqamiz. Biz hozir necha pizzalik xamir qilyapmiz? Bitta chiqadimi yoki 3-4 tami? 5-6 ta chiqadi buni. Shakar qo'shamiz. Menimcha bizni tayyorlayotgan pizzamiz bu shirinroq pizza bo'ladi. Asalli, asal ham bor ekan. Nomi nima edi? Favvora pida. Demak, maxsus pizzamiz, Favvora oilaviy restoranining maxsus pizzasini tayyorlaymiz. Un solamiz. Hop. Qanaqa xamir bo'lishi kerak? Qattiq, yumshoq? O'rta xamir. O'rtacha. Oshirma xamir bu ya? Ha, oshirma. Makan aka, endi necha yil bo'ldi mana shu sohada faoliyat ko'rsatyapsiz? 15 yil bo'lib qoldi. Ham zo'r vaqt ekan. Qiyin emasmi? Hozir ham tandir issig'i shundoq qilib kelib turibdi-da. Qanaqa, men to'g'ri aytaman, hozir juda ham issig'i sezilyapti. Sizga bilinmaydimi issiq? Endi menimcha inson o'z kasbini jondan yaxshi ko'rib, albatta sevib ishlasa, hech bitta kasbning mashaqqati sezilmasa kerak-da. Ozgina solamiz. Ozgina solamiz. Bo'ladi. Oshxonamizda tabiiy ovozlar ham eshitilmoqda. Mana kimdir go'sht qo'ryapti, kimdir tuxumbarak pishiryapti, yana kimdir lag'mon qo'ryapti. Xullas, tabiiy ovozlardan ham bahramand bo'lishingiz mumkin. Bo'ladimi unimiz? Yoki qo'shamizmi? O'zi pizza qaysi millat taomi? Bu turk millat taomi pizzamiz. Endi bizni Favvora restoranimiz menyusida necha xil pizzamiz bor? Menimcha asalli bu bittagina, faqat bitta. Bu go'shtli bor, qiymali bor, turetskiy lahmojinlar bor, pizzalar bor. Pizzalar sizga qaraydi. Ha, bularning. Yana u qo'shamizmi? Endi qarang, Makan aka, xamir qilayotganingizda har bitta pizza uchun yoki bo'lmasa har bitta pizza uchun mana shu alohida xamir qilasizmi? Alohida xamir qilamiz. Alohida. Masalan, buni hozir retseptlar bor. O'shanga qilamiz. Yangi qilasiz. Demak, yumshoqroq xamir qorib, yaxshilab muzlatganmiz. Maromiga yetkazish uchun xamirni.
Xamirimiz tayyor bo'lib qoldimi? Ha, xamir tayyor. Endi 10 daqiqa kuyishga qo'yamiz. Xo'p. Ustini strechga qo'yamiz. Demak, hurmatli obunachilarimiz, albatta xamirimiz tayyor bo'ldi menimcha. Ha, tayyor bo'ldi. Endi xamirimizni yoyamiz, nima qilamiz? Ha, ochimni o'yishni boshladik. Men sizga qanday yordam berishim mumkin? Siz menga suv chiqarib berasiz. Demak, qirish o'tkazib beraman. Kichkina bo'lak yetadimi? Yetadi o'sha. Hop. Mana Yetadi. hozir bo'ldik. Endi nima surtamiz? Tuxum suvidan tayyor. Demak, necha gramm pishloq soldik hozir biz bu ichiga? 120 gramm. 120 gramm pishloq, albatta e'tiborli bo'ling. Og'izdan yopishtirib chiqamiz. Ikki tomonlama bir qilib. Endi ustidan ozgina tuxum solamiz. Qizarib tushishi uchun ustini tuxum bilan bo'yab olamiz. Tandirda necha minut turadi endi bu? 10 daqiqadan. 10 daqiqa. Favor oila restoranimizga doimiy mehmon bo'lib kelayotgan mijozlarimizga va yulduzli mehmonlarimizga mana bunday ajoyib ismlari tushirgan nonlarni taqdim qilish bizda an'anaga aylangan. Albatta siz ham bizga doimiy mijoz bo'lsangiz, bizga ham mana shunday ajoyib mazali nonlarimizni tortiq qilamiz. Albatta bu nonning mazasini tatib ko'rmoqchi bo'lsangiz, Favorga albatta mehmon bo'lib keling. Demak, bizning videomiz tayyor bo'lib qoldi. Hozir tandirdan chiqmoqda. Ko'ramiz. Juda ham chiroyli. Xamirlar qarsildoqdan juda ham ajoyib, juda ham issiq ekan. Endi nima qilamiz? Buni kesamiz. Hop. Issiqdan. Chiroqlar mana allaqachon ichida erib ketgan, yo'q, juda ham issiq ekan. Demak, bu yerda bizda hozir nimalar bor? Demak, yong'og'imiz bor ekan, asal. Bu nima? Qaymoq. Qaymoq. Bularda hammasi mana shu pizza uchun kerakmi? Hammasi kerak. Birlashtiramizmi endi? Mana shu pizzani o'zi necha kishi endi? Necha kishi to'yishi mumkin mana shunga? Bunga 2 kishi hisob bo'ladi. Bu desert sifatida keladi. Sirlari juda ham ajoyib, pichoqlar juda ham zo'r, cho'zilib, juda ham chiroyli bo'lmoqda. Demak, qaymoq qo'shamiz.
ajoyib. Demak, issiq bo'lganligi uchun qaymoqlarimiz allaqachon erishni boshladi. Endi nima qo'shamiz? Asal. Qo'shamiz. Asal ham toza asal. Demak, tabiiy 100% tabiiy asal bo'lishi kerak. Demak, Favvora Olive restoranida tatib ko'rgan bo'lsangiz, xuddi shunaqa ta'm chiqishi uchun siz albatta tabiiy mahsulotlardan foydalanishingiz kerak bo'ladi. Shirinlik yemas ekansiz, bugun xudo xohlasa mana shu Favvora desertini albatta Favvora tayyorlab ko'rsangiz, albatta desert ham kerak emas. Chunki asal bo'lganligi uchun desert o'rniga ham o'tar ekan. Endi yong'oq solamiz. Demak, maydalangan yong'oq. Demak, yarimtasi pistachka bo'ladimi? Men yordam beraman sizga. Demak, ikki xil ta'mni yaxshi ko'ruvchi insonlar uchun mo'ljallangan ekan. Endi buni siz xohishingizga qarab, xohlasangiz ikkalasini ham baravar yoyishingiz mumkin. Endi bu o'zingizning xohishingizga bog'liq albatta. Videomiz ham tayyor bo'lib qoldi. Kattakon rahmat deymiz sizga, qo'lingiz dard ko'rmasin deymiz. Albatta biz tomosha qilayotgan obunachilarimiz albatta bayram dasturxoniga bugunning o'zida mana shu pechni tayyorlab, yaqinlaringizni xursand qilasiz degan umiddamiz. Yana yakshanba kunlari sizga qanaqa retseptlarni tortiq qilishimizni xohlaysiz? Izohlarda o'z fikrlaringizni yozib qolding. Qaytgancha bizning videolarimizni o'tkazib yubormaslik uchun albatta bizga obuna bo'lib qo'yish esingizdan chiqmasin. Yana yakshanba kunlari ko'rishguncha salomat bo'ling.